Pensionerlar, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik har oy qo'liga kelgan kvitansiyani ko'rib, to'lash kerak ekan deb o'ylaydi va ortiqcha pul to'lab yuboradi. Aslida esa ayrim to'lovlar bo'yicha pensionerlar. Ayniqsa yakka yashovchi, nogironligi bor, kam ta'minlangan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar kompensatsiya, subsidiya yoki to'lovdan ozod etilish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Men bugun sizga aynan qaysi 5 ta kvitansiya bo'yicha albatta tekshirish kerakligini, qayerga murojaat qilishni, qanday hujjat tayyorlashni va qanday xatolarga yo'l qo'ymaslikni tushuntiraman. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumot birgina sizga emas, ota-onangizga, qo'shningizga, mahallangizdagi yolg'iz pensionerga ham kerak bo'lishi mumkin. Bir odam vaqtida bilsa, har oy 10 minglab, ba'zan 100 minglab so'm pulni saqlab qoladi. Oldin ko'p narsa qog'oz bilan yurardi. Pensioner biror imtiyozga ega bo'lsa ham, bu ma'lumot kommunal tashkilotga avtomatik yetib bormasdi. Masalan, odam yolg'iz yashaydi, pensiyasi kam, isitish yoki gaz uchun kompensatsiya olishi mumkin. Lekin bu haqda o'zi bilmasa, hech kim uning eshigini taqillatib, sizga chegirma bor, ariza yozing deb aytmasdi. Natijada pensioner kvitansiyada nima yozilgan bo'lsa, shuni to'lab kelardi. Hozir esa ijtimoiy himoya tizimi, mahalla yettiligi subsidiyalar, kompensatsiyalar va elektron bazalar orqali ko'plab ma'lumotlar tekshiriladi. Lekin muhim joyi shundaki, hamma imtiyoz ham avtomatik qo'llanmaydi. Ba'zilarga ariza kerak, ba'zilarda temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari kabi ro'yxatlar, ba'zilarda nogironlik guruhi, ba'zilarda yolg'iz yashashi yoki uy joyda ro'yxatda turgan odamlar soni inobatga olinadi. Shuning uchun men doim aytaman, kvitansiya kelgani uning 100% to'lanishi shart degani emas. Kvitansiya bu hisob-kitob qog'ozi. Siz esa fuqaro sifatida o'zingizga tegishli imtiyoz, kompensatsiya yoki qayta hisob-kitobni talab qilish huquqiga egasiz. Ayniqsa pensioner bo'lsangiz, har bir kommunal to'lov bo'yicha menga chegirma yoki kompensatsiya tegishlimi deb tekshirtirish kerak. Ko'p pensionerlar uchun eng og'ir to'lovlardan biri bu qishda keladigan isitish to'lovi. Ayniqsa ko'p qavatli uyda yashaydiganlar markaziy isitish uchun har oy katta summa to'laydi. Lekin bu yerda bir nechta muhim holat bor. Agar sizning uyingizda markaziy isitish bor, lekin kvartirada real harorat me'yordan past bo'lsa, siz to'liq to'lov qilishingiz shart emas. Masalan, radiatorlar iliq, xonada sovuq, termometr 17 darajani ko'rsatyapti. Bunday holatda siz xizmat sifatisiz ko'rsatilgan deb dalolatnoma tuzdirishingiz va qayta hisob-kitob talab qilishingiz mumkin. Pensionerlar buni ko'pincha bilmaydi. Baribir to'lamasam qarzdor bo'laman deb qo'rqadi. Aslida esa xizmat ko'rsatilmagan yoki sifatsiz ko'rsatilgan davr uchun to'lov kamaytirilishi kerak. Real misol. Toshkentdagi ko'p qavatli uyda yashaydigan 72 yoshli pensioner ayol har oy isitish uchun 2 ming so'm atrofida to'lab kelgan. Qishda uy sovuq bo'lgan, lekin u shikoyat qilmagan. Keyin qo'shnilar bilan birga issiqlik tashkilotiga murojaat qilib dalolatnoma tuzdirgan. Ma'lum bo'lishicha, butun podyezdda issiqlik me'yordan past bo'lgan. Natijada ularga qayta hisob-kitob qilinib, keyingi oylar to'lovdan ma'lum qismi chegirib tashlangan. Demak, kvitansiya keldi, to'lang deyishdi, ammo xizmat sifati tekshirilganda summa kamaydi. Bu yerda pensionerlar alohida e'tibor berishi kerak bo'lgan narsa. Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirsangiz, mahallaga borib, isitish mavsumi uchun kompensatsiya yoki moddiy yordam masalasini ham so'rashingiz kerak. Ba'zi hududlarda kam ta'minlangan oilalarga, yolg'iz yashovchi pensionerlarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga kommunal xarajatlarni qoplash uchun yordam beriladi. Bu hamma pensioner avtomatik olmaydi degani. Lekin siz so'ramasangiz, ko'pincha hech kim eslatmaydi. Gaz bo'yicha eng ko'p uchraydigan muammo bu noto'g'ri hisob-kitob. Hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida kiritilmagan bo'ladi. Keyin o'rtacha sarf bo'yicha katta summa yoziladi. Pensioner men shuncha gaz ishlatmadim-ku deb hayron bo'ladi, lekin ba'zida baribir to'laydi. Bu noto'g'ri. Agar sizda gaz hisoblagich bo'lsa, har oy ko'rsatkichni rasmga olib qo'ying. Telefoningiz bo'lmasa, farzandingiz, qo'shningiz mahalla faolidan yordam so'rang. Ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, gaz ta'minoti tashkilotiga ariza berib, qayta hisob-kitob talab qilasiz. Men pensionerman, ko'rsatkich mana, kvitansiyada esa boshqa raqam yozilgan, tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish kifoya. Misol uchun,
bir pensioner o'tayozda gazdan deyarli foydalanmaydi. Faqat choy qaynatadi va ovqat pishiradi. Odatda oyga 40 ming hektar kub sarflaydi. Lekin kvitansiyada 2 hektar kub deb chiqdi. U avval qo'rqib, qarz bo'lib qolmay deb to'lamoqchi bo'ldi. Keyin hisoblagich suratlari bilan murojaat qildi. Tekshiruvdan so'ng xato tuzatildi. Ortiqcha yozilgan summa olib tashlandi. Agar u tekshirtirmaganida o'z pensiyasidan keraksiz pul to'lagan bo'lardi. Gaz bo'yicha yana bir muhim masala. Isitish mavsumida gaz yoki boshqa energiya xarajatlari oshadi. Kam ta'minlangan pensionerlar, ayniqsa yakka yashovchilar mahalladan subsidiya yoki moddiy yordam bor yo'qligini aniqlashi zarur. Men buni alohida urg'ulayman. Kompensatsiya olish huquqi sizning sharoitingiz, daromadingiz, yashash holatingiz va mahalladagi ijtimoiy baholashga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men pensionerman, demak hammasi bepul deb o'ylash ham xato. Menga hech narsa tegmaydi deb o'tirish ham xato. Elektr bo'yicha pensionerlar eng ko'p ikki xil xatoga duch keladi. Birinchisi, hisoblagichdagi ko'rsatkich bilan kvitansiyadagi ko'rsatkich mos kelmasligi. Ikkinchisi, kimdir vaqtida to'lamagani uchun penya yoki qarzdorlik noto'g'ri hisoblanishi. Agar siz uyda kam odam yashasangiz, lekin elektr to'lovi juda katta chiqayotgan bo'lsa, albatta tekshiring. Ba'zida eski hisoblagich nosoz bo'ladi. Ba'zida qo'shni noqonuniy ulanib olgan bo'lishi mumkin. Ba'zida kvitansiyada avvalgi qarzdorlik qo'shilib ketgan bo'ladi. Bunday vaziyatda pensioner jim turmasligi kerak. Misol 62 yoshli pensioner ona yolg'iz yashaydi. Uyda televizor, muzlatgich, chiroq, ba'zan dazmol ishlaydi. Odatda elektr to'lovi 7-9 ming so'm kelgan. Bir oy dartidan 7 ming so'm chiqdi. U avval farzandlariga aytmay pensiyasidan to'lamoqchi bo'ldi. Keyin tekshirilganda hisoblagich ko'rsatkichini kiritishda raqam xato yozilgani ma'lum bo'ldi. Ariza bilan murojaat qilinganidan keyin summa qayta hisoblandi. Elektrda bo'yicha yana shuni biling. Agar siz nogironligi bo'lgan pensioner bo'lsangiz, tibbiy uskuna, elektr bilan ishlaydigan apparat, masalan kislorod konsentratori, maxsus isitish yoki parvarish vositalaridan foydalansangiz, mahalla va ijtimoiy himoya organlariga albatta murojaat qiling. Chunki bunday holatlarda qo'shimcha xarajatlar ijtimoiy yordam masalasida inobatga olinishi mumkin. Ko'pchilik buni aytmaydi, hujjatlashtirmaydi. Keyin yordam olishda qiynaladi. Suv bo'yicha ham pensionerlar ko'p pul yo'qotadi. Sababi oddiy. Ayrim joylarda hisoblagich yo'q. Ayrim joylarda odamlar soni bo'yicha hisoblanadi. Ayrim joylarda ro'yxatda turadigan odamlar ko'p. Lekin amalda uyda pensionerning o'zi yashaydi. Natijada bitta odam yashayotgan uyga 4-5 odam uchun suv yozilishi mumkin. Mana oddiy misol. Kvartirada ro'yxatda 3 kishi turadi. Lekin farzandlari chet elda yoki boshqa viloyatda yashaydi. Uyda esa faqat pensioner ota qolgan. Agar suv hisoblagich bo'lmasa, to'lov ro'yxatdagi odamlar soniga qarab kelishi mumkin. Pensioner esa bolalarim ro'yxatda turibdi, demak to'lashim kerak deb o'ylaydi. Bunday holatda suv tashkilotiga borib, real yashovchilar soni, vaqtincha yashamayotganlar hisoblagich o'rnatish imkoniyati bo'yicha maslahat olish kerak. Agar siz suv hisoblagich o'rnatgan bo'lsangiz, bu ko'p holatda xarajatni kamaytiradi. Chunki yolg'iz pensioner suvni kam ishlatadi. Masalan, normativ bo'yicha oyiga 80 ming so'm chiqayotgan bo'lsa, hisoblagich bilan 25-35 ming so'm bo'lishi mumkin. Albatta raqam hudud, tarif va sarfga qarab o'zgaradi. Lekin tamoyil bir xil, real sarf bo'lsa, ortiqcha to'lamaysiz. Suv bo'yicha yana bir nozik masala bor. Siz uzoq muddat kasalxonada yotgan bo'lsangiz, sanatoriyda bo'lsangiz, farzandingiznikida yashagan bo'lsangiz, ayrim hollarda xizmatdan foydalanilmagan davr bo'yicha qayta hisob-kitob masalasini ko'tarish mumkin. Buning uchun tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Shifoxona ma'lumotnomasi, vaqtincha yashagan joydan ma'lumot yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot talab qiladigan boshqa hujjatlar. Ko'pchilik eng kam e'tibor beradigan, lekin doimiy pul ketadigan kvitansiya bu chiqindi va uy joyini saqlash xarajatlari. Bu yerda ham savollar ko'p. Masalan, uyda bir odam yashaydi, lekin chiqindi to'lovi bir nechta odamga yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki boshqaruv kompaniyasi ko'rsatilmagan xizmatlar uchun pul talab qilishi mumkin. Yoki lift ishlamagan, podyezd tozalanmagan, tom ta'mirlanmagan, lekin kvitansiyada xizmat haqi to'liq turibdi. Men bunday holatda pensionerlarga shuni aytaman. Siz to'lovchi sifatida faqat pul beruvchi odam emassiz. Siz xizmat talab qiluvchi fuqarosiz. Agar podyezd tozalanmasa, chiroq yonmasa, lift tez-tez ishlamasa,
hovli qarovsiz bo'lsa. Boshqaruv tashkilotidan hisobot talab qilish mumkin. Ayniqsa pensionerlar ko'p yashaydigan uylarda bu juda dolzarb. Misol, ko'p qavatli uyda boshqaruv kompaniyasi har oy har kvartiradan 6000 so'mdan yig'gan. Pensionerlar ham to'lab kelgan. Lekin podyez oynalari siniq, chiroq yo'q, supurish deyarli qilinmagan. Aholi yig'ilib yozma murojaat qilgandan keyin xizmatlar ro'yxati, xarajatlar smetasi va bajarilgan ishlar bo'yicha hisobot so'ralgan. Natijada ayrim ishlarga qayta ko'rib chiqish kiritilgan, kelishuv shartlari muhokama qilingan. Demak, kvitansiyaga qarab ko'rona to'lash shart emas. Xizmatning o'zi ham tekshiriladi. Chiqindi bo'yicha esa odamlar sonini tekshirtirish juda muhim. Agar ro'yxatda 5 kishi, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bilan aniqlashtiring. Ba'zi joylarda ro'yxatdagi odam soni, ba'zi joylarda faktik yashovchilar soni, ba'zi joylarda boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Lekin baribir xato bo'lsa, ariza berish kerak. Endi men kimlar birinchi navbatda bu 5 ta kvitansiyani tekshirish kerakligini aniq aytaman. Birinchi toifa, yolg'iz yashovchi pensionerlar. Agar siz uyda bir o'zingiz yashasangiz, lekin kvitansiyalar oilali odamlikda katta kelsa, bu normal holat emas. Suv, chiqindi, gaz, elektr, issiqlik bo'yicha hisob kitobni alohida tekshirtiring. Ikkinchi toifa, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Sizning sog'lig'ingiz, dori-darmon xarajatlaringiz, parvarish ehtiyojingiz, elektr yoki gazdan ko'proq foydalanishingiz ijtimoiy yordam masalasida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Mahallaga borib, o'zingizni ro'yxatga oldiring. Ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Uchinchi toifa, pensiyasi kam, lekin kommunal to'lovlari katta bo'lganlar. Masalan, pensiya 900 ming yoki 1 million so'm atrofida, kommunal to'lovlar esa qishda 400-600 ming so'mga yetyapti. Bunday vaziyatda mahallalardan moddiy yordam, subsidiya, kompensatsiya yoki boshqa qo'llab-quvvatlash choralari bor yo'qligini so'rash kerak. To'rtinchi toifa, uyida ro'yxatda ko'p odam turib, amalda o'zi yashaydigan pensionerlar. Bu juda ko'p uchraydi. Farzandlar ro'yxatda, lekin boshqa joyda. To'lov esa son bo'yicha keladi. Buni hujjat bilan tartibga solish kerak. 5-toifa, xizmat sifati yomon bo'lgan uylar aholisi. Issiqlik past, suv bosimi yo'q, lift ishlamaydi. Chiqindi vaqtida olib ketilmaydi, lekin pul to'liq olinadi. Bu holatda dalolatnoma, murojaat va qayta hisob-kitob talab qilinadi. Agar siz barcha hisoblagich ko'rsatkichlarini muntazam topshirsangiz, kvitansiyadagi raqamlar mos bo'lsa, uyda yashovchilar soni to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, xizmat sifati qoniqarli bo'lsa va sizda qarzdorlik bo'lmasa, albatta vahima qilish shart emas. Lekin baribir oyiga bir marta kvitansiyani tekshirib qo'yish kerak. Chunki hatto bir oyda paydo bo'lishi mumkin. Yana shuni unutmang, hamma pensioner avtomatik ravishda 7% kompensatsiya oladi degan oddiy qoida yo'q. 5% kompensatsiya ayrim toifadagi fuqarolarga ayrim xarajatlar bo'yicha belgilangan tartibda va hujjatlar asosida berilishi mumkin. Shuning uchun asosiy maqsad, siz o'z holatingizni tekshirtirasiz, huquqingiz bo'lsa, pulingizni qaytarasiz yoki keyingi to'lovlardan chegirtirasiz. Birinchi tuzoq og'zaki gapga ishonish. Siz tashkilotga borasiz, xodim sizga hech narsa tegmaydi deydi. Lekin og'zaki javob hujjat emas. Har doim yozma ariza bering va ro'yxatdan o'tkazilgan raqamni oling. Shunda sizning murojaatingizga rasmiy javob berishlari kerak bo'ladi. Ikkinchi tuzoq, qarzdorlikdan qo'rqib darhol to'lab yuborish. Men to'lamay deb aytmayapman. Men tekshirmasdan to'lamang deyapman. Agar summa shubhali bo'lsa, avval ko'rsatkichni solishtiring, tashkilotga murojaat qiling, qayta hisob-kitob so'rang. Chunki ortiqcha to'langan pulni qaytarish ba'zan qiyinroq bo'ladi, lekin mumkin. Uchinchi tuzoq, hisoblagich rasmini saqlamaslik. Har oy bir kunda gaz, elektr, suv hisoblagichlarini suratga oling. Rasmda sanab bo'lsa yana yaxshi. Bu sizning eng oddiy, lekin eng kuchli dalilingiz. To'rtinchi tuzoq, uyda ro'yxatda turgan odamlar masalasini e'tiborsiz qoldirish. To'lovlar ko'p hollarda odamlar soniga bog'liq bo'ladi. Agar ro'yxat noto'g'ri bo'lsa, kvitansiya ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. 5-tuzoq, ijtimoiy yordamni faqat pul berish deb tushunish. Aslida yordam turlicha bo'lishi mumkin. Bir martalik moddiy yordam, kommunal xarajatni qoplash, qisman kompensatsiya. Qarzdorlikni qayta ko'rib chiqish, homiylik yordami, ijtimoiy xodim ko'magi. Shuning uchun mahallaga borganingizda menga nima yordam bor deb umumiy so'ramang, aniq ayting. Men pensionerman.
kommunal to'lovlarim pensiyamga nisbatan og'ir. 5 ta kvitansiya bo'yicha kompensatsiya yoki subsidiya olish huquqimni tekshirib berishingizni so'rayman. Birinchi qadam, oxirgi 6 oylik kvitansiyalarni yig'ing. Issiqlik, gaz, elektr, suv chiqindi va uy joyini saqlash bo'yicha alohida papka qiling. Agar qog'oz kvitansiya bo'lmasa, telefon ilovasidan yoki to'lov tizimidan skrinshot qilib oling. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichlarini yozib chiqing. Gaz, elektr, sovuq suv, issiq suv bo'lsa, hammasini alohida daftarga kiriting. Sana ko'rsatkich kvitansiyadagi raqam va farqni yozing. Uchinchi qadam, uyda amalda nechta odam yashashini aniqlang. Ro'yxatda kimlar bor? Kimlar boshqa joyda yashaydi? Kimlar uzoq muddat kelmaydi? Bularni tartibga soling. Kerak bo'lsa, mahalla yoki migratsiya bo'limidan maslahat oling. 4-qadam, mahallaga boring. Mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodimga uchrang. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'lsa, ma'lumotnoma, kvitansiyalar, bank plastik kartangiz rekvizitlari, uy hujjati yoki ijara bo'lsa, ijara hujjatini olib boring. U yerda sizning ijtimoiy holatingiz tekshiriladi. 5-qadam, har bir xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga alohida ariza tayyorlang. Arizada shunday yozish mumkin: men pensioner sifatida oxirgi oylar bo'yicha kommunal to'lovlarimni tekshirib berishingizni, hisob-kitobda xato bo'lsa, qayta hisob-kitob qilishingizni, menga tegishli imtiyoz, kompensatsiya yoki chegirma mavjud bo'lsa qo'llashingizni so'rayman. Arizaga kvitansiya nusxalari va hisoblagich rasmlarini ilova qiling. 6-qadam. Xizmat sifati yomon bo'lsa, dalolatnoma talab qiling. Issiqlik past bo'lsa, harorat o'lchansin. Suv kelmasa, qayd etilsin. Lift ishlamasa, yozma murojaat qilinsin. Dalolatnoma bo'lmasa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 7-qadam. Javobni kuting, lekin nazoratni qo'ldan bermang. Ariza raqamini yozib oling. Qachon topshirdingiz? Kim qabul qildi? Qancha muddatda javob beriladi? Hammasini daftar qilib boring. Agar javob bermasa, yuguri tashkilotga. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki tegishli nazorat idoralariga murojaat qilish mumkin. Pensionerlar, sizning asosiy vazifangiz oddiy 5 ta kvitansiyani ko'r-ko'rona to'lamang. Issiqlik, gaz, elektr, suv, chiqindi va uy joyini saqlash to'lovlarini albatta tekshiring. Xato bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qiling. Sharoitingiz og'ir bo'lsa, mahalla orqali kompensatsiya, subsidiya yoki moddiy yordam masalasini ko'taring. Siz so'ramasangiz, ko'p holatda hech kim sizning ortiqcha to'layotganingizni aniqlab bermaydi. Bugun kvitansiyalarıngizni olib chiqing, raqamlarni solishtiring va kamida bitta ariza yozing. Balki aynan shu qadam sizga har oy sezilarli pulni tejab qoladi. Izohlarda yozing, sizga qaysi kvitansiya eng ko'p muammo tug'diryapti? Gazmi, elektrmi, issiqlikmi, suvmi yoki chiqindimi? Like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta pensioner ota-onangizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini talab qila oladi.